hurmatli tadbirkorlar, fuqarolar, mana sizlar bilan muntazam tarzda uchrashuvlar olib boryapmiz. Bugun ham sizlar bilan uchrashuvimiz bor. Bugun ham sizlarni takliflaringiz, masalalaringiz bo'lsa eshitamiz. Kimda qanaqa masala bo'lsa, taklif bo'lsa, bemalol murojaat qilishi mumkin. Kimda bo'lsa, marhamat. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Menga ozgina kredit kerak. Qaysi tashkilotsiz? Men Davlatobod mahallasidan Xalilov Shahzodman. Kompyuter o'yinlariga, kompyuter jihozlash, kompyuter o'yinlariga 100 million kredit olmoqchiman. Davlat ro'yxatidan o'tdingizmi? Ha, o'tdik. 100 million so'm. Nechta ishchi o'rin qilasiz? 3 ta. 3 ta. Bugungi kunda ishchilar bormi, yo'qmi? Ishchilarim bor. 2 ta bitta ko'paytirmoqchiman. Bittaga ko'paytirmoqchisiz.